Bir kuni farishtalar zerikib qolishibdi. Shunda ulardan biri: "Kelinglar, odamzoddan biror nimasini o'g'irlab olib, yashirib qo'yamiz", debdi. Farishtalar uzoq o'ylashib, odamdan baxtini o'g'irlashga kelishib olishibdi. Lekin uni qayerga yashirish mumkin? Bir farishta taklif kiritibdi. Yaxshisi, uni eng baland tog'ning eng baland cho'qqisiga yashiramiz. Yo'q, bo'lmaydi. Odamzod tog'ning cho'qqisiga chiqa oladi. Biri topib olsa, qolganlari ham birpasda baxtini topishi mumkin, debdi. Boshqasi: unda dengizning tubiga yashiramiz. Yo'q, bo'lmaydi. Odamzod aql zakovatini ishlatib, dengiz tubiga ham yetib boradi. Boshqa sayyoralarga: bo'lmaydi. Aql zakovati bilan u yerga ham yetib borishi mumkin. Ular baxtni qayerga yashirish masalasida tortishib charchaganlarida bir farishta shunday debdi: baxtni qayerga yashirishni men bilaman. Uni odamning o'z qalbiga yashirish kerak. Shunda odamzod baxtini tashqaridan qidirib topolmay yuraveradi. Farishtalar shunga kelishib, shunday qilishgan ekan. Shundan beri odamzod qalbga nazar solish o'rniga baxtini nuqul tashqi olamdan qidirib yurar emish. Agar baxt topishni istasangiz, uni qalbingizdan qidiring.